Hozir Villa A100 degan boya ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ham GPS, ham skanerlik priyomligimiz bor. Uni ham bitta videosini ko'rsanglar bo'ladi, hozir qo'yib berishadi. Ya'ni unda ham iStar degan nima funksiyasi bor. iStar nima desak, ochiq hududda ishlab turgan payt yopiq hudud kelib qolsa, tunnel bo'ladimi, most bo'ladimi, 20 metrgacha bemalol kirib, syomka qilib, nuqta koordinata olib, pamexsiz olib chiqsa bo'ladi. Yoki daraxtzor bo'ladigan bo'lsa, daraxtzorda. A100 yaxshi tomonlaridan bittasi kollada ayniqsa nima deydi? Portlashlar olib borilgandan keyin, deylik qaysi hudud tozalangandan keyin uni ob'yomini o'lchash kerak. Yoki karyerlar bo'lishi mumkin, deylik olingan shag'al bo'ladimi, beton bo'ladimi, tuproq bo'ladimi, nimanidir ob'yomini o'lchash kerak bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r yechim bu skanerda o'lchash. Ya'ni topograf borib turib 100 ta nuqta olib o'tirmaydi, shundoq hududda aylanib chiqadi. Eski syomkaga tashlab turib, nima deydi? Ob'yom o'zi programmamiz bor, o'sha ob'yomni hisoblab ko'rsatadi farqini. Ya'ni mana telefon orqali o'sha yoki planshet orqali syomka qilib o'sha hududni VMK ishlarini yoki nasib ishlari olib borilgan bo'lsa, bemalol skaner qilib turib hududda qancha tuproq to'kilgan, qancha tuproq olingan, hammasini bemalol o'lchab ko'rsa bo'ladi. Bunda ham shunaqa funksiya bor. Deylik lazer orqali emas, o'sha kamerasi orqali qaysi hududga kira olmasangiz, lekin shu binoni burchagidan olishingiz kerak bo'lsa, kamerani yoqib turib, rasmni olib turib, o'sha burchakni koordinatasini saqlasangiz bo'ladi. Xo'p, mana razbivka ishlari bor. Razbivka ishlarida bitta funksiya qo'shilgan. Ya'ni siz yurib ketayotgan bo'lsangiz, shu nuqtaga qarab 20 metrmi, 15 metrmi, 10 metr qolgan bo'lsa, taxminan u nuqta qayerdaligini ko'rsatadi situatsiyada, ya'ni kamerada. Ya'ni bu nima beradi, ko'rsatgan bilan nima o'zgaradi deyishingiz mumkin, ishni tezlashtiradi. Misol uchun men 7 metr qayergadir nuqtaga qarab yuryapmanmi, menga kamerada ko'rsatib turadi u. Qatga tushadi u nuqta. Va o'sha hududga qarab to'g'ri yurib boraveraman. Vaqtim ketkizib, kontrollerga qarab, o'ngga chapga qilib o'tirmasdan, to'g'ri o'sha hududga borsam, o'sha yerda nuqta bo'ladi. Shunaqa funksiyalar qo'shilgan. Umumiy olganda Genesis bo'yicha yangiliklarimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat. O'tirganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun, kelib, ko'rib, boshqa qilib. Xudo xolasa niyatimiz bor. Har bir viloyatga borib, hammani o'zini hududida hamma uskunamizni olib borib bilamiz. Misol uchun deylik bu yerda kolladan kelgan markshederlar bor, gazistlar bor, tashkilotlar egalari. Hammada xodim ko'p, hammani olib kelish imkoniyatiga ega emasmiz, ish to'xtab qoladi. Shuning uchun biz o'zimiz bormoqchimiz. Bu endi bir kirish qismi qilib turib uyushtirdik bu seminarimizni. E'tiboringiz uchun rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik.